Assalomu alaykum, hurmatli Tavita kompaniyasi hamkorlari, kuzatuvchilari, hammaga xayrli kun. Men o'zimdagi natija haqida bo'lishmoqchiman. Menda yaqinda migren kasalligi bo'yicha tashxis qo'yilgan edi va menga Tavita kompaniyasi Protek Nova va Omega Nova mahsulotlarini ichishni tavsiya berishgan edi. Protek Nova haqida qancha ko'p gapirsam shuncha kam, chunki Protek Nova organizmni juda ham zo'r himoya qilib beruvchi antioksidant, immunomodulyator va faol uzoq umr ko'rish uchun zarur bo'lgan vitaminlar, mikroelementlar va aminokislotalarga boy mahsulot hisoblanadi. Protek Nova undan tashqari yallig'lanishlarga qarshi, og'riq qoldiruvchi, organizmdagi toksinlarni juda ham zo'r tozalab beradi. Protek Nova hozirgi kunda ko'pgina hamyurtlarimiz onkologik kasalliklar bilan duch kelishyapti. Protek Nova aynan o'smalarni oldini olishga qaratilgan immunomodulyator hisoblanadi. Ko'pgina onkologik kasallik bilan kasallangan hamyurtlarimiz aynan shu Protek Nova mahsulotidan zo'r natija olib kelishyapti. Protek Nova undan tashqari teri, soch, tirnoq uchun juda ham zo'r mahsulot hisoblanadi. Protek Nova suyuq ko'rinishda bo'lib, u til ostiga tomiziladi, so'lak bezlari orqali organizmga singib boriladi. Xo'p, omega 3, 6, 9, vitamin D3 va E vitaminlari hammasi bitta ampulada joylashtirilgan. Boshqa kompaniyalarda omega 3, omega 6 alohida flakonda bo'lsa, bizda hamma vitaminlar bitta flakonda joylangan. Hozirgi kunda tug'ilayotgan chaqaloqlar cherepnoy davleniya bilan tug'ilishyapti. Aynan shu cherepnoy davleniyaga, qon bosimlariga omega 3 mahsulotimiz juda ham zo'r natija olib keladi.